tuyg'u setib olaman, tuyg'u. Xo'shallik, azab, muhabbat tuyg'ularini yuqori baho setib olaman. Tuyg'u setib olaman, tuyg'u. Xo'shallik, azab, muhabbat tuyg'ularini yuqori baho setib olaman. Tuyg'u setib olaman. Xo'shallik, azab, muhabbat tuyg'ularini yuqori baho setib olaman. Muhabbetin sitağını bulandı ya, kızık kepken bu. Bazı adamlar hazır gurur vicdanını satıdı bu hem de. Hem de muhabbetin satkılığı da vap gitti digine. Nima o? Tuyg'u batur. Tuyg'u batur? Tuyg'u batur diye nima o? Ka. Maşinda akkumulyator, karburator deydigan uskunlar bo'ldi ku. Bu uskunning ismi tuyg'u batur. Bu odamning tuyg'ularini o'lchaydi. Ey! Allah! Ya akaya qimmayda shunday yo'qkajima. Buninglar nimani qanday o'lchab, qanday qilib tushunmadim-ku. Masalan, muhabbat bir tuyg'u, g'urur bir tuyg'u, vijdon bir tuyg'u. Shundaq-ku. U narsa kam bo'lsa, odam bir mukammal odam bo'lmaydi. Biz oldindan sizning tuyg'ularingizni o'lchaymiz. Agar tuyg'u batur yuqori nomer qo'ysa, biz tuyg'ularingizni yuqori baho setib olamiz. Agar tuyg'ularingiz kam bo'lsa, xolsangiz biz sizga setib bersak bo'ldi. To'xta. Demak sen mushuni bilan muhabbatni setib olsa degina? To'g'ri. Haqiqiy muhabbat bo'lsa, yuqori baho setib olamiz. Allah baxmagan gap bu. Bu muhabbatni satqili setib olib bo'lgan narsami? Muhabbat odatda turmushda o'lchindi. Biz hozirmish tuyg'u batur orqali o'lchaymiz. Muhabbatni qanday o'lchaysa, dapaqa? Men dedim-ku, muhabbat turmushda o'lchindi. Biz hozirmish tuyg'u batur orqali o'lchaymiz deyapman. Mush bir nima bilanmi? Tova. Dashakkan ku bu. Menikini o'lchab aqla. Chiqam. Agar siz sata olsangiz, avval biz sizni o'lchab, bahosini pichib, andan setib olamiz. Satama bo'ldi o'lchab aqa. Onda qo'ysa men sizdan bir savol so'ray. Sizning qiz do'stingiz bormi? Qizga, netsi bor degina sanab beraymi? Bo'ldi. O'lchab deb bilalaymiz bor. Qani, onda asa sizni o'lchaymiz, mak. Mana. Oyoq qarang, Sizni baka. Ya'ni baka? Midransiz bo'ldi. Anglang, Rostchilik 95%, xushxo'rlik 90%, qahramonlik 90%, jasorat 50%, mehribonlik 30%, qobiliyat 10%, chidamchanlik 4%, nazar 120%, joniylik 79%, axloq 3%, muhabbat 4%. Muhabbat ne? Bir mümkün muhabbet üstünde öldeydik umatımı. Kınılık Ayşem Gülrenaz'ı gündüğüne çıkmadık o. Adam aldaydık hani ben kelam ağa. Ben muhabbetle kapı üstü olgandı ne dedim. Nervan tıgıdan getlerini kılıp ağa. Canım ben. Ben doktorxonada. Beden tekshirib tatatdim.
Kostüm ağırım, içim sürüp karam. Nima? Mong bayramda soğuğa kamettin ha? Ya ben yeli telefon qilmayjima. Maqa, qo'sh. Uka. Bayta qiz do'stim bilan so'qishib qoldim deb aytdingiz-ku. Va buninglar emas, yana birisi bilan. Yeni bir söyledim. Hazır yaşladı işini kammedisi. Gurur yok. Vicdan yok. Bilim yok. Ahlak yok. Muhabbet yok. Ya, rast yapıldığım cuma hikaye. Ya hikaye, bunda qilama to'yg'u buturingni men bir ko'rib boqay. Ya men to'yg'u buturinglar, sizni bir o'lchab boqmaymanmi? Çıkar. Siz demişti beni ölçep baksınız. Va o'lchab boqmandiq, nima deydikin ko'rma. Meni ölçep bo'lgan. Bu üç gün o bir adamni birlik etim ölçeydi, ikinci etim ölçmeydi. Ya, qanda chiqqan? Hammasi 95%'den yuqori. Başqalarning to'yg'ularining hammasini yuqori baho setib olganki shunda bo'ldi deganamda. Ay bu siz. Astagfirullah. Ya sendim vakiyacıma. Ya anlat bakla ha. Rastgele yurtmasam, seni yurtmasam, akko'llik yurtmasam, jasorat yurtmasam, mehribonlik yurtmasam, qobiliyat yurtmasam, chidamchanlik 9%, o'ychilik 200%, saqlanib, manfaat, yurtmasam, muhabbat. Hammasini olg'a. Afgan, men shu kishilarning tuyg'ularini top yig'ilib o'tkazmaydigina. Bayta hammani o'tkazib ketganman. Nukurista kuuluu se polkan tahti, jalkani pohjii kutkutti. Ievan äiti se tyttönsä vahti, vaan kyllähän Ieva se juttutti. Sillä ei meitä silloin kiellot haittaa, kun me tanssimme laijasta laitaan. Saliveli hipput, tupput, tapput, äppyt, tipput, hiljalleen. Ievan suu oli vehnäisellä, toimi se tonne